Assalomu alaykum Ergash aka. Qalaysan Shahboz? Nargiz, banan oldingmi? Ho, maymunliging qolmadi-da. Shahboz, tanishingmi? Ha, Ergash aka, tanishim. Chiroyli qiz ekan, nomerini bersang, Sevinchga tekin. Sevinchkaga faqat kodini aytaman, 95lik. Qolganichi? Qolganini har bitta raqamga bittadan narsa olaman. Ha, bo'pti, ol. Hey, darmayitlar. Shahboz Paskoda quyosh qaydan chiqdi? Shuncha narsaga pulni qaydan olding? Ha, qo'yaver, Nargiz haq beryapti, sindosh. Nargiz? Ha, Sevinchkasini chaqinu, magazinni surishtirma. Bitta nomerga shuncha narsami? Yana o'zimni nomeri. Qara, Ergash aka. Alo, Alo, Nargiz, a? assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gaplashmasak bo'ladimi? Ko'rishmasa ham bo'ladi. Nima qilishim kerak uncha? Bu uchun ana kal bola boru. Ha, Shahbozmi? Ha, shuni hamma qarzlarni o'chirib tashing. Ha, siz uchun hamma narsaga tayyorman. Keyin shu bola kirganda har doim tekinga narsalar bering. Ya, bo'pti. Nargiz, Bo'pti akam. Endi hamma narsa tekin. endi o'zimizda ish qilaylik, ish qilyapti. Sen singlingga qattiq tur. Nimaga? Kalonxonada yuribdi ekan. Kalyan, senga kim aytdi? Singlim. Seni singling nima qilyapti ayda? Shuni so'ramabman. Men ham gaplashib qo'yaman. Tekin ekanda bir blok energetika olib chiqsan-da. Energetik emas bu, tabiiy raya suvlar. O'zimizda Andijondan chiqyapti. Anorligi, nokligi bor. Rangi ham chiqmaydi. Hamma blogerlar reklama qilyaptimi shu? Ha, blogerlar deganga reklamadan soqqani bosyapti. Biz ham qilishimiz kerak. Bobur Mansurovning reklamasi 6 ming ekan. Mittiniki 7 ming ekan. Mobil Loloniki 100 dollar ekan. Reklamasi qanchaga mobillar? Reklamasiga qiziqmadim. Sevinchga po'chog'ingni bu yoqqa tashlama, onang qatori odam tozalaydi. O'zing tashlayapsan-ku. Bu yoqda yoshroq qiz tozalaydi, ertalab ko'ruvdim. Endi manshat qilib beryapman deb o'zingdan ketib qolmagin. Bo'lmasa yema, cho'qma, suv ichma. Shu qilganingga ham hamma sirlaringni bormas yigitingga, ergash akaga aytib beraman. Yigitingga ham işte.